Nima uchun bozordagi narxlar tez-tez ko'tariladi? Bu iqtisodiyotni oson tushuntiraman rubrikasining navbatdagi qismi va hozir sizlarga bozordagi narx-navo nimaga qarab o'zgarishini iqtisodchasiga tushuntirib beraman. Birinchi sabab talab o'zgarishi. Talab oshsa, narx ko'tariladi. Talab tushsa, narx pasayadi. Qishda qalin kiyimlarga talab oshadi, narxi esa ko'tariladi. Muzlatgichlarga bo'lsa, talab kamayadi, narxi esa tushadi. Ikkinchi sabab taklif o'zgarishi. Mahsulot ko'p bo'lsa, narx tushadi. Mahsulot kamaysa, narx ko'tariladi. Yomg'ir ko'p yog'ib, hosil yaxshi bo'lsa, narx tushadi. Quruqchilik bo'lsa, narx ko'tariladi. Bu iqtisodda taklif elastikligi deb ataladi. Uchinchi sabab ishlab chiqarish xarajatlari. Xarajatlar oshsa, narx ham oshadi. Xarajatlar kamayganda narxlar ham kamayadi. Bular yoqilg'i, gaz, suv, elektr energiya, dollar kursi, ish haqqi va boshqalar. Bu iqtisodda cost push inflation deyiladi. To'rtinchi sabab raqobat darajasi. Ko'p sotuvchi bo'lsa, narx tushadi. Kam sotuvchi bo'lsa, narx ko'tariladi. Masalan, bitta massivda 10 ta dorixona bo'lsa, dori narxi arzonroq bo'ladi. Lekin bitta dorixona bo'lsa, narx baland bo'ladi. Bu iqtisodda monopoliya deb yuritiladi. Bular hammasi emas. Narx-navo o'zgarishiga 10 ga yaqin sabablar mavjud va ular hayotiy misollarga borib taqaladi. Iqtisodga oid foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.